Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa 2026-yil 16-may. Navbatdagi prensipimizni Jizzax viloyati Zomin tumaniga sotdik. Akamiz bundan bir 5-6 kilo oldin zakaz qilgan edilar. Bugun tayyor bo'ldi, mana aka olib ketyaptilar. Aka taassurotlaringiz qanday? Yaxshi, xursandmiz. Ko'nglimizdagiday bo'ldi. Cho'tchi bo'ldi. Baraka topibsizlar. Hamma tomon xo'sh. Ko'nglimizda ziyat bo'ldi. Rahmat asqatga. Yaxshi kunlarga rahmat. Ha. Bu prensipimizga kelsak, buni razmeri 1.60 ga 270 razmerda bo'ldi. Puli taxtadan bo'ldi. Spesialniy qo'y mol ortish uchun olyaptilar buni. Qo'lini taxtani qalinligi 3.5 taxtadan qo'ydik. Oldilariga haligi qop ortish uchun spesialniy yem hashaklarni ortish uchun oldin bunday qilib berdik. Shunday qilib bergan edilar, shunday qilib yasab berdik. Parkovlarni o'rnatdik. Aldamgiday to'q montaj zanjirlari bilan cho'tchi qilib bir tomonda zamoklar bilan mana shularga topshiradi. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'laninglar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allabol tumanidan. Zomin tumani Quduqchaga ketdik. Zomin tumani Quduqchi qishlog'iga ketdi bu. Tanlovda adashmasdan kelaveradilar.